Bugungi kunda birlamchi va ikkilamchi bepushtlikka erkak tomonidan, erkak omili tomonidan nimalar bor degan savollar juda ham keng qamrovlarda ijtimoiy tarmoqlardan kelib tushadi. Ushbu holatda erkaklarimiz birlamchi va ikkilamchi bepushtlikni o'zi farqlab olish kerak. Ya'ni kategoriya deymiz-ku, birlamchi bepushtlik boshqa yo'nalish, ikkilamchi bepushtlik esa boshqa yo'nalish. Nimaga? Birlamchi bepushtlikda qachon birlamchi bepushtlik diagnostika qo'yiladi? Siz uylandingiz, 1 yil davomida regular aloqa qildingiz va ayolingizni bo'yida homiladorlik kuzatilmadi yoki homiladorlik kuzatilib bo'yida tushib qoldi. Bu holat birlamchi bepushtlik deyiladi. Ikkilamchi bepushtlikchi. Ikkilamchi bepushtlik, siz uylandingiz, bitta farzandingiz bor, lekin ikkinchi farzandingizga harakat qilyapsiz. 2-3 yildan beri harakat qilyapsiz, lekin ikkinchi farzandingiz bo'lmayapti. Ya'ni ayolingiz bo'yida bo'lmayapti. Bu holatda ikkilamchi bepushtlik deyiladi. Birlamchi bepushtlik va ikkilamchi bepushtlikni farqlash juda ham oson, lekin ich-ichiga kirsak qiyinroq. Kelinglar, bugun men sizlarga osonroq bo'lish uchun ushbu mavzuda hayotiy va yorqinroq qilib sizlarga tushuntirib beraman. Bizning Central Men's klinikamizga kelayotgan bemorlar oqimi juda ham ko'p. Bularning ichida birlamchi bepushtlik ham, ikkilamchi bepushtlik ham. Birlamchi bepushtlikda oddiy holatdan tortib eng og'ir darajasi azospermiya holatigacha kelyapti. Azospermiya o'zi bu nima? Nekrozospermiya o'zi nima? Normospermiya qanaqa bo'ladi? Teratozospermiyachi degan savollar turadi. Chunki u savollar, terminlar nimaga qarab aytilinadi? Siz eyakulyat qilyapsiz, sperma chiqaryapsiz. Spermogramma tahliliga qaraganimizda normospermiya deb qo'yamiz yoki teratozospermiya, oligoastenatoteratozospermiya degan diagnozlar qo'yamiz. Bularni sizni tilingizda osonroq tushuntiraman va sizni hazm qilishingiz osonroq bo'ladi. Chunki sizlarda oldinglarda doktor Saidislom o'tiribdi, bu inson 5 yillik tajribaga ega, ya'ni men, Kamina. Central Men's klinikasiga asos solganmiz, shu yerda ushbu bemorlarni yechimlarini qilib kelyapmiz. Birlamchi bepushtlikda oddiy spermogrammada normospermiya chiqsa, lekin ayol faktoriga ham qaraymiz. Ayolda hayzi kelyaptimi normali, follikuli yetilyaptimi, polip bormi yo'qmi, uni ichida kista bormi yo'qmi, bachadon kistalar yoki polikistozmi yoki yo'qmi degan savollarga javob olamiz. Ya'ni reproduktologimiz bilan birgalikda. Ushbu insonlarda muammo bo'lmasa, bularda birlamchi bepushtlik yengilroq kechadi. Lekin erkak faktoridan bitta spermaga qaramaymiz. Bu yerda UZI tekshiruvi, ya'ni moyaklarning UZI tekshiruvi, gormonlar muvozanati va albatta spermogramma tahlillari kerak bo'ladi. Agarda birlamchi bepushtlikning yengil darajasi bo'lsa, ushbu tahlillarga asoslanib yechimni qilsak bo'ladi. Birlamchi bepushtlikda ko'proq erkaklarda nima kuzatiladi? Gormonlar muvozanati buzilishi kuzatilishi mumkin. Chunki hozirgi hayot tarzi videograflardan olsak, tunda montaj qiladi. Endi kurirlardan olsak, ya'ni hozirgi yoshlar kurirlik qilyapti, ya'ni dastavkada ishlayapti. Ular ham tunda ishlayapti, kunduz o'qiyapti, gormonal muvozanat buzilyapti. Endi logistlar bo'ladi, ya'ni tunda ishlaydi ular ham. Ertalab tongga 4-5 gacha cho'ziladi vaqt, ish vaqti. Ularda ham gormonal muvozanat buziladi, testosteron tushadi, prolaktin ko'tariladi. Uning natijasida nima kuzatiladi? Gormonal muvozanat buzilish natijasida FSH, LH gormonlari buziladi. Bu gormonlar nima o'zi? LH gormoni testosteron hosil bo'lishiga yordam beradigan gormon. FSH esa spermatozoid hosil bo'lishiga. Endi u gormonlar muvozanati buzilsa, o'z-o'zidan spermatozoid chiqayotgan spermatozoidning morfologiyasi buziladi do'stlar. Ya'ni morfologiya yaxshi bo'lmasa, u borib urug'lantira olmaydi va homilador qila olmaydi ayolingiz urug'. Bularni rejimini to'g'rilab, ularga sifatli yechim qilsak va ushbu spermatozoidlar morfologiyasini yaxshilash dori vositalarini ishlatsak, albatta ushbu oilada yangilik bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Endi varikotselli bo'lsa-chi? Gormonlarda aytdik. Varikotselli bo'lsa, bu yerda qon aylanish tuxumda yaxshi bo'lmaydi. Qon aylanish tuxumda yaxshi bo'lmagan singari bu yerda ishlab chiqariladi. Nima ishlab chiqaradi tuxumda o'zi? Tuxumda testosteron ishlab chiqariladi, spermatozoid ishlab chiqariladi. Testosteron o'z-o'zidan uyqu normada bo'lmasa pasayaptimi? Endi qon aylanish yaxshi bo'lmayapti-yu. Qon aylanish yaxshi bo'lmasligi natijasida esa spermatozoidlarning sog'lom chiqishi ehtimoli past bo'ladi. Ya'ni bu yerda harorat o'zgarishi, ozuqa yaxshi yetib bormasligi moyaklarda va ishlab chiqarish past bo'lishligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun birlamchi bepushtlikda varikotselli bo'ldimi? Varikotselli bor, 2 tomonlama, 1 tomonlama, uni nechinchi darajalariga qarab, 1, 2, 3. Hozirda 4-darajalar ham adabiyotlarda qo'shilyapti. Yoki klinik yoki subklinik shakllari bo'lsa, buni bartaraf qilib turib lecheniya qilinadi va birlamchi bepushtlikka barham beriladi erkak tomonidan. Endi doktor, azospermiya deyapsiz, urug' bunda 0 chiqadi. Eyakulyatda urug' 0 chiqyapti. Urug' 0 chiqsa-chi degan savollar bo'ladi. Bunda gormonlar muvozanati buzilishini to'g'rilab, lecheniya qilib, kerak bo'lsa, undan so'ng moyaklar ochilinadi. Moyaklar ochilganda ichidan urug'lar chiqsa, eko X orqali farzandli bo'lish mumkin.
azospermiya ham juda ham keng ko'lamdagi mavzu. Shuning uchun uni alohida tema qilib keyingi videolarimizda joylaymiz. Har bitta mavzuda alohida yoritib bersam, xuddi siz uyingizda o'tirib, xuddi siz o'zingizga ma'lumot olasiz va sizda nima bo'layotganini ko'rishingiz uchun yengilroq qarab o'tib ketyapman. Oligozospermiya nima? Yoki nekrozospermiya nima? Spermatozoidlar ko'p, miqdori yaxshi, eyakulyatsiya yaxshi, soni yetarli, lekin harakatchanligi past bo'ladi. 5%, 10%. A klassda, B klassda esa 7%, 8%, 15% gacha. Ha, lekin D da esa o'liklar soni ko'p bo'ladi. Bu oligoasteroidozospermiya. Bunga sabab bo'layotgan varikatsiyalar, gormonal muvozanat buzilishi yoki organizmda boshqa muvozanatlarni to'g'rilashimiz bilan bartaraf qilinadi. Birlamchi bepushtlik shu. Ikkilamchi bepushtlikka sabab bo'layotgan insonlar nima bo'lishi mumkin? Bunda qanday? Bu yerda chuqurlashtirib ikki tomonni faktlarni ko'rish kerak bo'ladi. Ayol faktlarini va erkak. Ya'ni ayolda nima muammo, erkakda nima muammo. Endi men ko'proq androlog bo'lganligim uchun erkaklarni sizga yoritib beryapman. Ayollarni esa keyingi videolarimizda ginekologlarimiz bilan birgalikda sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Erkaklarda bo'layotgan ikkilamchi bepushtlikka sabablar ko'pincha bu yerda bo'lishi mumkin. Hayot davomida orttirilgan varikatsiyalar, aytmoqchiman yana gormonal muvozanat buzilishi, keyingi navbatda esa fohishalarga borib jinsiy aloqa qilib, o'z ayoliga ham yuqtirib va o'z urug'larini infeksiyalar orqali bloklash. Eng og'ir holatlarda juda ham achinib ketaman, 3 ta farzandim bor, urug'im nolga tushib qoldi. U o'z-o'zidan shubhamaydi. Yo travma olish kerak, yo fohishaga borib kasallik yuqtirgan bo'lish kerak-da, qo'pol qilib aytganda. To'g'ri, ba'zi kasalliklar bor, qandli diabetda, ba'zi kasalliklar bor, tuberkulyoz deymiz, ya'ni tub tayoqchalarning ko'payib ketishi natijasida bu narsalar bo'lishi mumkin bo'ladi. Aytmoqchiman, bepushtlikda darajalarni aniqlashda oson yo'llari va 3 ta 4 ta tekshiruvlar bor. Qachon biz chuqurlashtirilgan tekshiruvlarga o'tamiz? Qachon azospermiyani chuqurlashtiramiz? Bunda tashqi tomondan ko'rinishida Klinefelter sindromi bo'lsa, ya'ni ko'kraklar osilgan erkak kishida belli sohalar chiqqan, qo'llari uzun, gavdalar bo'ylari uzun, lekin moyaklari rasmiylar esa 1-2 sm kub bo'lib qolib ketayotgan bo'lsa yoki boshqa genetik omillarni ko'rsak, ushbu insonlarda biz nima deymiz? Siz bepushtlikning eng og'ir darajasi. Ularda shanslar past, imkoniyat past bo'ladi. Bugungi kunda ushbu mavzu to'g'ri og'ir mavzu, lekin siz farzand ko'ra olmayotgan bo'lsangiz, bir necha yillardan beri farzand ko'rishda qiynalayotgan bo'lsangiz, bizni Central Men's klinikamizga tashrif buyuring. Bu yerda bizda keng miqdorda, keng ko'lamda tekshiruvlarimiz mavjud. Ginekolog, reproduktologlarimiz 3 ta 4 tadan mavjud. Ushbu insonlar sizlarga komanda bilan birgalikda yechim izlanadi va yechim topib sizni oilangizda jajji chaqaloqni ovozini yangrashiga sababchi bo'lishga harakat qilishadi va natijaga erishsak, bu bizning natijamiz, u esa sizning farzandingiz bo'ladi. Aytmoqchiman, bugungi kundagi ushbu og'ir mavzuda yana ham keng ko'lamda alohida sizlarga yoritib berib boramiz. Bizga hoziroq obuna bo'lishni unutmang. Sizda yoki yaqinlaringizda savollar tug'ilsa, quyidagi nomerlar orqali o'z savollaringizni berishingiz yoki joyingizni band qilishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab turing va bitta like